Men o'qishga bo'lgan ishtiyoqni orzularimdan, o'zim xohlagan hayotdan olaman. Har yangi bilim men uchun o'zimni anglashga yordam beradi. Albatta, o'zimga bo'lgan ishonch juda ham kuchaydi. Ota-onamning yuzidagi quvonchni ko'rib, men to'g'ri maqsadga ketayotganimni va to'g'ri yo'nalishda borayotganimni yana bir bor angladim. Ustozlarim bergan bilimlarni oqlayotganligimni ko'rib, o'zimda mamnunlik hissini his etdim va men ularga rahmat aytmoqchiman. Ushbu natijaga erishishimda maktabning o'rni beqiyos hisoblanadi. Maktabimizda kuchli ta'lim tizimi o'rnatilganligi bois, biz doimiy sog'lom raqobatda sinfdoshlarim, tengdoshlarim bilan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lganmiz va shu tufayli natijalarim o'zim xohlagandek bo'ldi.